Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. Yana bir bor sizlar bilan diydor ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Har doimgidek O'zbekiston, Osiyo va dunyoda ro'y berayotgan eng qiziqarli xabarlar bilan Kamina Muhammadjon o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, bugun mavzuni Saudiya Arabistoni mezbonlik qiladigan Osiyo Kubogiga qaratmoqchiman. Xabaringiz bor, may oyida, aynan shu oyda oz fursatlar qolmoqda. O'zbekiston jamoamiz o'z yurishini boshlaydi. Qur'a natijasiga ko'ra bizning guruhimizda Avstraliya, Hindiston va Shimoliy Koreya jamoalari bilan bir guruhga tushib o'yin olib borishimiz belgilab qo'yilgan edi. Lekin musobaqa boshlanishiga oz fursatlar qolgandan keyin Koreya Xalq Demokratik Respublika terma jamoasi ushbu musobaqada qatnashdan bosh tortdi va O'zbekiston jamoamizni raqiblari bittaga kamaydi. Ya'niki Shimoliy Koreya musobaqada ishtirok etmaydi va 10-may sanasida O'zbekiston U17 jamoamiz birinchi tur o'yinini Avstraliyaga qarshi o'tkazadi. 13-may sanasida esa qadrli do'stlar Hindiston jamoasiga qarshi bahs olib boramiz. Eslatib o'tamiz, ushbu saralash bosqichida chorak final yo'llanmasini qo'lga kiritgan jamoalar 2026-yil qishda start oladigan Jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritishadi. Bu borada O'zbekiston U17 jamoamizga omadlar tilab qolamiz. Olg'a O'zbekiston!